Hoca aka savdosi qanchaga borib qoldi bular? Qaysini? Mana ular. 13 so'rayapti. 13 siz bermayapsizmi? Qancha deyapsiz? Qancha deyapsiz bunga? 1,5 ber oldi. Birincisi 3 million 200 Kami bor, bu so'raydi. o'rtacha 2,5 million. Egasi 2 milliondan berib turibdi. 17-18 dan beraman deyapti. Hammasini bir joyga. 2 million 300 dan bermay turibdi. 2,5 million sotib ketdi. Buni 5 tani bir joyga so'rayapti-ku. 3 million boyjon. Bermay turibdi-ku. O'rtacha 3 milliondan. Olinmaydi. Oling baraka toping. Hammasini bir joyga 25,5 dan so'rayapti. Hammasi to'qli urg'ochi. 3 million 500 dan ko'tara so'rayapti, amaki bermay turibdi. Ama qancha bo'lsa beraveradi shular. 2 million 700 dan to 3 milliongacha so'rayapti. 2 million 800 dan to 4 milliongacha savdosi bo'lyapti. Qanday so'rayapti? Ko'ga 8 millionga bermoqchi. 3 million 600 dan baho qo'yib turibdi aka. Boshqa jo'rlari 5 million 100 ga savdo bo'ldi. 4,5 dan. Hozir ko'rdik. Yana 200. 1 million 700 gacha savdo bo'ldi. Boshqa jo'rlari bunisiga 5 million, bunisiga 6 million qilib bermoqdi. 4 million 800 dan 5,5 milliongacha savdo bo'ldi. Sog'liqli zo'rlari 3 million 700 dan to 4,5 milliongacha. Uzoq boqsana necha? Buni aytdim. 500 dan hammasi bir joyga savdo bo'ldi. Erkak, ayol, aralash.